Bu hodisadan bir necha yil avval Jashen o'quvchi edi. O'sha paytlar kechki maktablar bo'lardi. U egnida qordek oppoq ko'ylagi va qo'lida moychiroq bir nechta dugonalari bilan maktabga ketayotgandi. Muyulishdan burilsam nazokat bilan ketib borayapti. Poshnasidan chiqqan ovoz go'yo yomg'ir tomchilarining derazaga urilishiga o'xshardi. O'sha mahallar Jashen nihoyatda go'zal edi. Undan ko'zlarimni uza olmadim. Sochlarini quloqlarining ortiga yig'ib olgan, ko'ylagi ham o'ziga juda yarashib turgandi. Bu qiz mening xotinim bo'lishi kerak deb o'ylab qoldim beixtiyor. Jashen va dugonalari oldimdan kulib o'tib ketganlardan so'ng piyodalar yo'lagida o'tirgan poyabzal ta'mirlovchi ustadan "Bu kimning qizi?" deb so'radim. "Guruch savdogari Chen Jinning tilla qizi" deb javob berdi u. Uyga kirib ulgurmasimdan onamga qarata "Zudlik bilan sovchi jo'nating. Guruch savdogari janob Chenning qiziga uylanmoqchiman" dedim. Haydab solganim o'sha kuni omadim meni tark etdi. Yutgan pullarimning barini bir qo'l o'yinda boy berdim. Jamiki pullarim changdek uchib ketdi. Longer esa tinmay kulardi. Kulavergandan hatto yuzining shakli ham o'zgarib ketdi. Tong otguncha yutqazdim. Boshim aylanib, ko'zlarim xira tortib qolguncha o'ynashda davom etdim. Juda sassiq hid chiqarib kekirib qo'ydim. Oxiri o'rtaga tikilgan dovni eng baland miqdorga ko'tardim. Shu paytgacha hayotim davomida bunday katta tavakkalga hech qachon qo'l urmagan edim. Qancha yaxshi kunlarning orzusi mana shu qo'ldan keyin hal bo'ladi deb o'ylab, kaftimga tupurib ishqalab qo'ydim. Endi soqqatoshni tashlamoqchi edim. Longer meni to'xtadi. Xizmatkorlardan biriga qo'li bilan ishora qildi va "Janob Xuga issiq sochiq olib keling" dedi. Bizni tomosha qilayotganlar birin-ketin uxlagani ketishgan. Qimor stolining atrofida faqat Longerning 2 odamgina qolgandi xolos. Keyin bilishimcha, xizmatkor ham aslida Longerga ishlar ekan. U menga sochiqni uzatdi. Yuzimni artar ekanman, Longer toshlarni menga bildirmasdan almashtirib qo'yibdi. Buni umuman sezmadim. Yuzimni artib bo'lib sochiqni patnisga otdim. Keyin toshlarni olib yaxshilab aralashtirdim. Tashlab bo'lgach, chakka emas, yaxshi raqamlar dedim. Longerga hamma pulini 7 raqamiga tikdi. Avvaliga qo'llarini birlashtirib, ularni qattiq siqdi va 7 deb baqirdi. Soqqa toshlarning birida bir teshikcha va o'sha teshikchaning ichida simob bor ekan. Longer qo'llarini siqib, toshlarni birlashtirganda teshikchali toshdagi simob pastga cho'kkan. U toshlarni tashladi va ular bir necha marta aylanib, aynan 7 da to'xtadi. 7 raqamini ko'rdim-u, boshimdan o'q yegandek bo'ldim. Bu safar uyim kuygandi. Biroq muammo emas. Qarzga o'ynashda davom etaman va yutqazganlarimni qaytarib olaman deb o'yladim o'zimcha. Biroz o'zimga kelgach, Longerga "Mening hisobimga yozing" dedim. Longer qo'li bilan o'tirishga ishora qildi va endi hisobga yozib qo'ya olmasligini aytdi. "Oilangning 65 gektarlik yerini boy berding. Endi qarzga yozib qo'yadigan bo'lsam, nima bilan to'laysan?" Bu gaplarni eshitib, esnashim ham chala qoldi. "Bunday bo'lishi mumkin emas" deb e'tiroz bildirdim. Aslo. Longer va yana 2 kishi daftarni ko'tarishdi va olgan qarzlarimni birma-bir ko'rsatishdi. Longer boshimni silab, "Kichik janob, iltimos, yaxshilab tekshiring" dedi. "Bularning barini siz imzolagansiz. O'sha payt men 6 oy burun qarzga bota boshlaganimni va shu vaqt oralig'ida ota-bobolarimdan qolgan mulkning barini qimorda boy berganimni anglab yetdim. Qarz daftarining yarmini ko'rib chiqqach, keragi yo'q" dedim. Kasal tovuq misoli gandiraklab qimorxonadan chiqdim. Kun yorishgan palla. Ko'chaning o'rtasida qayerga borishimni bilmay o'tirib qoldim. Soya pishlog'i uchun mo'ljallangan savatni ko'tarib borayotgan bir tanishim xursand ohangda "Xayrli tong, janob Xu" deb salom berdi. Qo'rqqanimdan yuragim shuv etib ketdi va unga o'girilib qaradim. Kulayotganda ko'zlari boshqacha ko'rindi. "Ahvolingizga bir qarang, tamom bo'libsiz-ku"
deb qo'shimcha qildi. U meni ayollar yeb bitirgan bo'lsa kerak deb o'yladi. Kasodga uchraganimdan, oddiy mardikordan farqim qolmagandan xabari yo'q edi. Ketidan qarab qoldim, so'ng kulib qo'ydim. Bu yerda qolish noto'g'ri bo'lar deb o'ylab yurib ketdim. Qaynotamning guruch ombori tomon borayotgandim. 200 ta darvozaning ustki qismini ta'mirlayotgan edi. Meni ko'rishlari bilan kula boshlardilar. Balki ular meni yana qaynotam bilan salomlashish uchun keldi deb o'ylagan bo'lsalar kerak. O'sha kuch va jasoratdan menda asar ham qolmagandi. Boshimni xam qilgancha uyning oldidan to'g'ri o'tib ketdim. Ichkaridan qaynotamning qattiq yo'talgani va yaxshigina balg'am tuflagani eshitildi. Shu asno qishloqning kirishigacha telbalardek yurib ketdim. Ota-bobomdan qolgan jamiki boylikni qo'ldan chiqarganimni ham bir muddat unutib qo'ydim. Kalla bo'mbo'sh, hatto fikr yurita olmaydigan darajada karaxt edim. Shaharchadan chiqib oldimda uzun so'qmoq yo'l chiqqanini ko'rganimda yana bir bor qo'rqib ketdim. Endi nima qilaman deb o'yladim. So'qmoq uzra bir necha qadam tashladim, biroq oyoqlarim o'zimga bo'ysunmas holga kelib qolgandi. Atrofga alangladim, hech kim ko'rinmadi. Kamarimni olib o'zimni o'sha joyda oskim keldi. Turfa xil o'ylar iskanjasida yurishga harakat qilib ko'rdim. Biroz ilgarilagach qarasam, qo'lim hatto kamarim tomon uzanmagan ham ekan. Aslida o'lishni istamas, faqat o'zimni jazolash yo'llarini axtarayotgan edim. La'nati qarz men bilan birga o'lib ketmasligini o'ylab o'zimga o'zim, qo'y, o'lishga arzimaydi bu dedim. Qarz otam tomonidan to'lanishi kerak edi. Dadam esimga tushdi-yu, yuragim orqaga tortib ketdi. Bu safar meni kaltaklab o'ldirishi aniq. Gandiraklab borar. Bir tomondan esa yechim axtarardim, lekin nima qilsam ham natija bir xil. Boshi berk ko'cha. Uyga qaytib borishdan boshqa choram yo'q edi. Otamning kaltagidan o'lib ketish daydi ko'ppakday o'zimni daraxtga osib o'ldirishdan afzalroq bo'lib tuyuldi. O'zim bilmagan holda shu qisqagina yurish davomida shunchalar ozib-to'zib ketibmanki, yuz ko'zim o'zgarib, turqim tanib bo'lmas ko'rinish olgandi. Onam meni ko'rgach qo'rqib ketgandan qichqirib yubordi. "Fuguyi, senmisan?" deb so'radi menga tikilib. Bazo'r kulib qo'ydim va bosh irg'adim. Onam bechora atrofimda girdi kapalak bo'lib o'zcha bir nimalar der, lekin men hech vaqoni anglamasdim. Eshikni itarib ochib xonamga kirdim. Jiashen xonaning o'rtasida o'tirib olib, orqasini eshikka o'girgancha sochini tarayotgan edi. Meni ko'rib og'zi ochilib qoldi. Bir kun avval uyga olib ketish uchun kelganda uni qanchalik kaltaklaganimni esladim. Uning qarshisida tiz cho'kib, "Jiashen, men tamom bo'ldim" dedim va o'sha zahoti telbaday ho'ngrab yig'lab yubordim. Jiashen darrov menga yordam berishga tutindi, biroq homilador holda meni qanday qilib ham ko'tarsin. Borib onamni chaqirib keldi. Ikkovlashib meni yotog'imga olib o'tishdi. O'rnimga yotgach, og'zimdan so'laklarim oqib tusha boshladi. Tirik murdaga aylanib qolgandim. Ular o'lgudek qo'rqib boshimni ko'targancha hushimga keltirishga urinishardi. Ikkisini ham itarib yubordim. "Hamma narsamizni boy berib qo'ydim" deb baqirdim. Onam qotib qoldi. Bejo ko'zlari bilan menga qarab, "Sen nimalar deb valdirayapsan?" dedi. Hamma narsani yutqazdim. Turqu kapatam hamma narsadan darak berib turardi. Onam ko'z yoshlarini artar ekan, yerga o'tirib qoldi va "Olma tagiga olma tushadi" dedi. Onayizorim o'shanda ham meni yaxshi ko'rishdan voz kechmadi. Meni emas, balki otamni ayblamoqda edi. Jiashen ham yig'layotgandi. Yelkamni siypalab menga tasalli bo'lishga urindi. "Agar boshqa o'ynamaydigan bo'lsangiz, hammasi o'z iziga tushib ketadi" dedi u. Hech vaqom qolmagandi. Qimor o'ynashni istagan taqdirimda ham hatto bir qo'lga yetadigan mablag'im ham yo'q edi. Yon xonadan otamning meni so'kayotgani eshitila boshladi. Bir tiyinsiz qolgandan xabari yo'q hali. Ayollarning tovushidan behuzur bo'lgandi xolos. Onam otamning ovozini eshitishi bilan jim bo'lib qoldi. O'rnidan turib tashqariga chiqdi. Uning izidan Jiashen ham chiqib ketdi. Ular otamning xonasiga ketishganini bilardim. Bir ozdan so'ng otamning "Nomussiz, orsiz" deb baqirganini eshitdim.
Shu payt qizim Fenxiya eshikni ochdi va ichkariga kirib keldi. Eshikni yopib olgach, ayanchli bir ohangda: "Dada, tez-tez bo'ling, bobom sizni kaltaklagani kelyapti, yashirining", dedi. Men esa unga tik qotgancha qarab turardim. Keyin yonimga kelib meni siltalay boshladi. Joyimdan qo'zg'ata olmagach yig'lab yubordi. Fenxiyaning bu holini ko'rib qalbimga xanjar sanchilgandek bo'ldi. Jajji qizaloq ekaniga qaramay, otasini himoya qilishiga urinayotgan edi. Uni shu ahvolda ko'rgandan ko'ra parcha-parcha bo'lib titilib, yo'q bo'lib ketsam bo'lmasmidi? Otam achchig'i chiqqan holda yaqinlashayotganini sezdim. U tinmay baqirardi: "Orsiz, seni yo'q qilaman, itlarga yem qilaman, iflos, o'zimcha kel ota, meni mayda-maydalab tashlasang ham roziman deb turibman." Ammo u eshigim oldiga yetib keldi-yu, shilq etib yerga yiqilib tushdi va jon talvazasida tipirchilay boshladi. Onam va Jiyashen qichqirishib, uni yerdan ko'tarishganini va o'z xonasiga olib ketishganini ko'rdim. Otam xuddi sibizga chalayotganday g'alati ovozda ingranardi. Otam 3 kun o'rnidan turmadi. Birinchi kuni rosa yig'ladi, ammo keyin piqillashdan to'xtadi. So'ng chuqur-chuqur xo'rsinishlar boshlandi. Xo'rsiniq ovozi xonamgacha eshitilib turardi. Alamli ingrab, "Gunohlarimning badali", deb takrorlardi u. 3-chi kuni otam xonasiga kirishga ruxsat berdi. Yo'tali butun xonani tutib ketar, gapirganida ovozi bazo'r eshitilardi. O'sha kuni onam xonamga kelib, otam meni ko'rmoqchi ekanligini aytdi. Faromush holda o'rnimdan turdim. Oxiri baxayr bo'lsin ish qilib. 3 kun yotog'da dam olgandan so'ng otam meni hushimdan ketgudek qilib urishga yoki tilka pora qilib tashlashga yetadigan kuch to'plab olgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Qanchalik katta qaltaklamasin, aslo qarshilik qilmayman. Otamning xonasiga yaqinlashganimda tanamda zarracha majol qolmaganini sezdim. Oyoqlarim o'zimga bo'ysunmayotgandi. Xonaga kirib onamning ortida turdim va bir ahvol bo'lib yotgan otamga ko'z ostimdan nazar tashladim. U ko'zlarini asta ochib menga qaradi. Oppoq soqoli onamga "Bizlarni xoli qoldir" degandek titradi. Onam oldimdan o'tib xonani tark etdi. U chiqib ketishi bilan ichim huvillab qolgandek bo'ldi. Avvaliga otam o'rnidan turib menga tashlanib qolsa kerak deb kutdim, ammo u qilt etmay yotardi. Ko'kragigacha yopilgan ko'rpaning bir uchi osilib tushib yerga tegib turardi. "Fugui" qo'li bilan ishora qildi va "O'tir" dedi. Yoniga o'tirganimda yuragim qinidan chiqib ketgudek bo'lib dukurlab urardi. Qo'limga tekkanda qo'llarning qanchalik muzdek ekanligini his qildim. Qalbim ham muz bilan qoplangandek bo'ldi. Past ovozda "Fugui" dedi. "Qimorning qarzi nomusdir. Bu 100 yillardan beri shunday bo'lib kelgan va to'lanishi kerak. O'sha 65 gektarlik yer va uyimizning qarzini to'lash uchun ularga beraman. Ertaga mis tangalarni naqd shaklda olib kelishadi. Men ularni ko'tara olmayman, qarib qoldim. Qarzni to'lash uchun o'zing ularni ko'tarib olib borib berasan." Gapini tugatib chuqur xo'rsindi. Ko'z yoshim shashqator oqardi. Meni do'pposlamasligini bilardim, ammo aytgan gaplari o'limdan og'ir edi. Boshimni o'tmas pichoq bilan kesishgan, biroq tig' haliyam yelkalarim ustida osilib turgandek edi. Otam qo'limdan tutdi va "Endi xonangga bor" dedi. Ertasiga o'rnimdan turganimda uyga 4 kishi kirib keldi. Ularning oldida ipak ko'ylak kiygan bir boy odam bor edi. U ortada turgan faqirona kiyingan hammollarga qaradi va qo'li bilan ishora qilib "Shu yerga qo'ying" deb buyurdi. Yukni yerga qo'ygan hammollar yuzlaridan oqqan terlarni ko'ylaklariga artib olishdi. Boy odam ko'zlarimga tikildi va mening o'rnimga otamga qarata shunday dedi: "Janob Xu, so'raganingizni olib keldik. Uy va yerning hujjatlarini olib kelar ekan." Uzluksiz yo'talayotgan otam oqsoqlanib qadam bosardi. Qo'lidagi varaqlari bilan boy odamga boshini egib hurmat bajo keltirdi va "Sizni ovora qilganim uchun uzr" dedi. Mis tangalar to'ldirilgan 3 savat pulni ko'rsatib, "Hammasi shu yerda, istasangiz sanab olishingiz mumkin" dedi. Otam faqrona tarzda "Bunga hojat yo'q. Iltimos ichkariga kiring, bir piyola choy bilan mehmon qilaylik" dedi. "Yo'q, rahmat" dedi badavlat odam.
va menga qarab, "Yigitcha uyning kichik xo'jayinimi?" deb savol berdi. Otam boshini irg'ab tasdiqladi. O'zini tuta olmay kuldi va menga savatlarni olib borayotganda ustiga qovoq barglaridan qo'yib ol, birortasi ko'z olaytirmasin tag'in, deb qo'shib qo'ydi. O'sha kuni mis chaqa pullarni ko'tarib, qarzimni to'lash uchun shaharchagacha 5 kilometrdan ko'proq yo'l bosdim. Onam va Jiyashen savatlarning ustini yopish uchun qovoq barglaridan to'plashdi. Yo'lga tushish uchun tayyorlanayotganimda qarz to'lashga ketayotganimdan xabari yo'q Fenxiya menga. "Uyga tez qaytib kelasizmi, otajon?" dedi. Ko'zim yoshga to'ldi va unga qarab ichimdan bir nima uzilgandek bo'ldi. Ko'p kutib o'tirmay savatchalarni yelkamga ortib shaharga otlandim. Yetib borganimda savatchalarga ko'zi tushgan Longer xursand holda "Iye, kichik janob marhamat qilsinlar" deb kutib oldi. Savatlarni uning oldiga qo'ydim. Longer qovoq barglarini birma-bir ko'tarib ko'rar ekan, qoshlarini chimirdi va "Bu alpozda qiynalib ketmadingizmi?" dedi. "Bularni kumush tangaga almashtirganingizda sizni katta mashaqqatdan qutqargan bo'lardik-ku." Men mis tangalar to'la savatlarni tashir ekanman, u ham menga "kichik janob" deb xitob qilishdan to'xtadi. "Fugui, qo'ying shularni, muammo emas" deb boshini qimirlatib qo'ydi. O'zini yanada do'stona tutgan boshqa bir kishi yelkamga qo'lini qo'yib, "Fugui, keling biror narsa ichaylik" dedi. Buni eshitib qolgan Longer darrov "Ha, ko'ngling tusaganini ich, mening hisobimdan" deb qo'shib qo'ydi. Boshimni eggan holatda uyga qaytsam ham bo'lar deb o'yladim. Bir kunda ust-boshim kirlanib ketgan, yelkalarimda qon uyushib qolgan edi. Uyga qaytar ekanman, yo'lda yig'lab borardim. Mis tangalarni tashish meni shunchalar ezib tashlagandiki, bo'g'inlarim qaqshab og'rirdi. Ota-bobolarim bu boylikni qo'lga kiritguncha qanchadan qancha odamlar xor bo'lgani haqida o'ylab borardim. Otam nega kumushmas aynan mis tangalar bo'lsin deb oyoq tiraganini o'shanda tushunib yetdim. Shu haqiqatni anglashimni, pul osonlik bilan qo'lga kiritilmasligini tushunishimni xohlagan ekan. Shularni o'ylab borar ekanman, oyoqlarim birdan shalvirab qoldi. Yo'lning bir chetiga cho'kkalab, o'pkam to'lib yig'lay boshladim. Qarasam, bir paytlar meni yelkasida maktabga olib borib keladigan xizmatkorimiz Changeng qo'lida tugun ko'tarib kelayapti. Uzoq yillardan beri bizning xizmatimizda edi, ammo endi u ham ishdan haydalsa kerak. Bobom uni chin yetim bo'lib qolganda o'z yoniga olgandi. Oradan ancha payt o'tgan bo'lishiga qaramay uylanmadi. Xuddi mendek uning ham ko'zlari jiqqa yoshga to'lgan. Yalang oyoqlarining tovoni yorilib ketgandi. Yo'l chetida meni tiz cho'kkan holda ko'rgach, "Kichik janob" deb xitob qildi. "Menga kichik janob dema, men hayvonman" deb baqirdim. Boshini qimirlatib, "Imperator bir parcha non uchun tilanchilik qilsa ham u imperator. Pulingiz bo'lmasligi mumkin, lekin siz hali ham kichik janobsiz" dedi. Bu so'zlarni eshitib biroz avval artgan ko'z yoshlarim yana yoshga to'ldi. Yonimga kelib o'tirdi. Qo'llari bilan ko'zlarini yopib olib, ho'ng yig'lashga tushdi. Men ham unga qo'shilib biroz yig'laganimdan so'ng Changeng qosh qorayib qoldi. "Bor endi uyingga" dedim. U menga bir muddat tikilib turgandan so'ng asta-asta qadam tashladi. "Boradigan uyim qoldimi?" degani qulog'imga chalindi. Changengga ham zararim tekkandi. Shu holda bir o'zi ketib borar ekan, ortidan termilish ich-ichimni timdalardi. U ko'zga ko'rinmay qolgandan keyingina o'rnimdan turib uyga qarab yo'lga tushdim. Yetib kelgunimcha kech tushib bo'lgandi. Xizmatkorimiz ham ishdan ketgan edi. Onam va Jiyashen oshxonada ekan. Biri olov yoqayapti, yana biri kechki ovqat tayyorlayapti. Otam haliyam o'z xonasida yotoqda edi. Faqatgina Fenxiya avvalgidek xursand. Bundan keyin qashshoqlarday faqirona hayot kechirishimizdan xabari ham yo'q. Yugurib kelib oyoqlarimga yopishib oldi va "Nega menga endi kichik xonim deyishmayapti?" deb so'rab qoldi. Uning mayingina yuzlarini silab qo'ydim, ammo bir og'iz ham so'z ayta olmadim. Yaxshiyamki
balki qayta so'ramadi. Shimimdagi qotib qolgan loyni tirnoqlari bilan tozalar ekan. Shimingizdagi loylarni tushiryapman dedi. Kechki ovqat payti bo'lgach, onam otamning xonasiga yaqinlashib, ovqatingizni xonaga olib kelaymi deb so'radi. O'sha yerda yeyman dedi otam. Xonasidan chiqib barmoq uchida moy lampa ko'tarib kelar ekan, chiroq yorug'i yuzida raqs tushib qorong'ulikda antiqa tovlanardi. Ketma-ket yo'talganida oshqozoni yelkasiga yopishib qolgandek bo'lardi go'yo. O'tirganidan so'ng qarzingni to'ladingmi deb so'radi. Boshimni xam qilgan holatda to'ladim deb javob berdim. Yaxshi. Yelkamga ko'zi tushgach, yelkalaring shilinib ketibdi-ku dedi. Miq etmadim. Onam va Jiyashenga asta qarab qo'ydim. Ularning ko'zi yoshga to'lgandi. Otam bir necha qoshiq guruch yegach, cho'plarni stol ustiga qo'yib, tovog'ini chetga surdi. Keyin qadimda Xu oilasi a'zolari faqatgina tovuq boqishgan. Tovuqlardan keyin g'ozga, g'ozdan keyin ho'kiz boqishga o'tishgan. Mana shunday qilib badavlat bo'lishgan dedi. Otamning ovozi ancha zaif edi. Bir necha daqiqa jim bo'lib qolgach so'zda davom etdi. Navbat menga kelganda ho'kizlar g'ozga aylandi, g'ozlar tovuqqa va mana endi bitta tovug'imiz ham yo'q. Gapini tugatgach achchiq alamli kuldi. Kulgisi to yig'iga aylangunga kuldi. Ikkita barmog'ini ko'tarib menga uzandi va Xu oilasidan 2 nafar merosxo'r chiqqan dedi. Oradan 2 kun o'tib Longer keldi. Ko'rinishi butkul o'zgargandi. Baxtsizlik olib keladigan og'zini katta-katta ochib tilla tishlarini ko'rsatib kuldi. Uyimiz va yerimizni olgan, hujjatlar qo'lida. O'z mulkini nazorat qilish uchun kelgan edi. U devorni tepib ko'rdi va unga tiralib quloq tutdi. Qo'li bilan devorni silar ekan. Baquvvat deb qo'ydi. Keyin ko'chaga chiqib yerlarni aylana boshladi. Qayta kelib qo'llarni qovushtirib, bu yam-yashil makonda huzur to'la hayot kechiraman dedi. Longer kelgach, avloddan avlodga o'tib kelayotgan uyimizdan tomi qamish bilan yopilgan katalakday kulbaga ko'chib o'tishimiz kerak edi. Ko'chib o'tayotgan kunimiz otam qo'llarni orqasiga qovushtirib olib, uyning xonalarini aylanib chiqdi. Keyin onamga shu uyda omonatimni topshiraman deb o'ylagandim hamisha dedi va ipak ko'ylagini chang qoqqandek silkitib, boshini tik tutgancha eshikdan chiqib ketdi. Qosh qoraya boshlagan mahal dalada yakkam-dukkam dehqonlar qolgandi. Ularning bari endi bu odam xo'jayin emasligini bilar. Shunday bo'lsa-da, qo'llaridagi kuraklarni yuqoriga baland ko'tarib, otamga salom berishardi. Otam dehqonlarga qo'lini silkitar ekan, yengilgina kulib qo'yardi. Endi menga bunday hurmat ko'rsatmasangizlar ham bo'ladi, dedi u. Bu dalalar endi unga tegishli emas edi. Kun botish arafasida bo'lgani bois ko'zlarini qisib, olis-olislarga tikilib o'tirardi. Shaharga qarab ketadigan torgina so'qmoq borgan sayin xiralasha boshladi. Biroz nariroqda ishlab yurgan dehqon yerga egilgan holda edi. U qaddini rostlagach, otam hatto o'sha so'qmoqni ham ko'ra olmay qoldi. Otam qishloq kiraverishdagi hojatxonaga borganda boshi bilan yerga gurs etib yiqildi. Bu ovozni eshitgan dehqon ortiga qayrilib, yerda yotgan otamni ko'rdi. U devorga suyanib qolgan, umuman harakatsiz edi. Qo'lidagi o'rog'i bilan otamning yoniga qarab chopdi. "Janob, yaxshimisiz?" dedi. Otam ko'zlarini ochib dehqonga qaradi va past ovozda "Sen kimsan?" deb so'radi. Dehqon yerga egildi va "Janob, bu menman, Vangchiman" dedi. Otam biroz o'yga toldi va "Ha, to'g'ri, Vangchi, orqamda bir tosh bor, juda botayapti" dedi. Vangchi toshni olish uchun otamni biroz ko'tardi, keyin mushtday keladigan toshni olib bir chetga otdi. Yerga yotib olgan otam "Ha, shunisi yaxshi" dedi. "Sizni turg'izib qo'yaymi?" so'radi Vangchi. Otam
boshini qimirlatib xo'rsindi va yo'q, kerakmas. Keyin sen avval mening yiqilganimni ko'rganmisan, dedi Vangchi. Yo'q janob, deb javob berdi. Otam ko'rinishidan xursand edi. Yana so'radi. Unday bo'lsa, bu birinchi marta, shundaymi? Shunday janob, dedi Vangchi. Otam ko'zlarini yumishdan oldin xirillagan ovoz chiqardi. Yiqilganida bo'yni singan edi. O'sha kuni kulbaga ko'chib o'tgandik. Onam bilan birga ichkarini tozalayotgandik. Fengxiya ham xursand bo'lib bizga yordam berayotgandi. Bundan keyingi qashshoq hayotni tarzimizdan haliyam xabarsiz edi u. Vangchi rafiqamning oldiga yugurib kelayotganda Jiyashin ko'lning yonidan qo'lida bir chelak kir bilan qaytib kelayotgan edi. Xonim, xo'jayin yiqilib tushdi, ahvoli og'ir, dedi. Kulbadan xotinimning baqirgan ovozi eshitildi. Onajon, Fugui, onajon. Boshqa hech narsa deya olmay yig'lay boshladi. O'sha paytda otamga biror korhol bo'lganini angladim. Kulbadan chiqib u tomonga qarab chopdim. Jiyashin kir chelakni oldiga qo'yib yerda o'tirardi. Meni ko'rgach, Fugui, otangiz, deb hayqirdi. Miyam g'uvillay boshladi. Jonim boricha yugurib dalaning u tomoniga o'tib oldim. Hojatxonaga yetib borganimda otam nafas olishdan to'xtagandi. Uni siltalab baqirdim, javob bermadi. Nima qilishimni bilmasdim. Oyoqqa qalqib atrofga qaradim. Onam faryod solgancha men tomon chopib kelayotgandi. Uning ketidan quchog'ida Fengxiya bilan Jiyashin kelardi. Otam o'lgandan keyin vujudidagi bor qon qotib qolgan insondek his etdim o'zimni. Go'yoki bir maraz butun va vujudimni chirmoqday chirmab olgan edi. Kun bo'yi kulbaning oldida o'tirdim. Qila olgan yagona ishim ho'ngrab yig'lash bo'ldi. Fengxiya ham yonimda o'tirar, menga qo'shilib yig'lardi. Bobom yiqilib tushdimi, deb so'radi. Bosh irg'aganimdan so'ng uni shamol uchirib ketdimi, deb savol berdi. Onam va Jiyashin dod solib nola qila olishmadi. Buni ko'tara olmasligimdan men ham otamdek tap etib o'lib qolishim mumkinligidan qo'rqishdi shekilli. Ba'zida gandiraklab biron narsaga qoqilib ketsam ham cho'chib ketishardi. Otamdek jiddiy yiqilmaganimga amin bo'lgach, ko'ngillari joyiga tushar va yaxshimisan deb so'rab qolishardi. O'sha kunlari onam menga tez-tez o'zingni baxtli his etsang, kambag'al bo'lish uyat emas, deb takrorlardi va tasalli berishga urinardi. Bu qadar qiynalishimga qashshoqlik sabab deb o'ylardi. Aslida qalbimda otamning qayg'usidan boshqa hech narsa yo'q edi. Qaysidir ma'noda uning o'limiga men sababchi bo'lgan edim. Jiyashin va Fengxiya ham musibatlarga men bilan birga sabr qilishga majbur bo'lgan edilar. Otam vafot etgandan 10 kundan keyin qaynotam keldi. O'ng qo'li bilan uzun jubbasini tutib turardi. Yuzi murdanikidek oqarib ketgandi. Uning izidan kelgan gul chechaklar va qizil ipak bilan bezatilgan taxtiravon shaklidagi arava va aravaning atrofida qo'ng'iroq tutgan 10 tacha yigit ham bor edi. Qishloqdagilar ularni ko'rib darrov tomoshaga yig'ilishdi. Kimningdir to'yi bor deb o'ylab, qanday qilib bundan bexabar qolganliklaridan hayratda edilar. Ulardan biri qaynotamdan kim qiz uzatayapti deb so'radi. Qaynotamning qovog'i soliq edi. Do'rillagan ovozda men uzatayapman deb javob berdi. Bu payt men otamning qabri boshida edim. Qo'ng'iroqlar jaranglaganda qaynotam darg'azab holda kulbamiz tomon kelayotganiga ko'zim tushdi. Jiyashinni olib ketishga kelayotganini bilardim. Yuragim to'xtab qolgudek gurs urar, nima qilishni bilmasdim. G'ala o'g'irni eshitib, onam va rafiqam ham tashqariga chiqishdi. Ota, deb hayron bo'ldi Jiyashin. Qaynotam qiziga qarab, qani u hayvon, deb so'radi. Onam kulimsirab, Fuguyin so'rayapsizmi, dedi. Yana kim bo'lardi, dedi qaynotam orqasiga qarab. Menga ko'zi tushgach 2 qadam tashlab baqira ketdi. Hayvon, qani yaqinroq kelchi. Joyimdan qimirlay olmay qoldim. Qaysi yurak bilan qimirlay? Qaynotam, hayvonsan sen, yaqinroq kel. Nega kelib menga xayrli kun tilamayapsan? Menga qara, maxluq. Jiyashin bilan turmush qurgan kuning
esingdami? Bugun ham xuddi shunday bo'ladi. Qara, to'y aravasi qo'ng'iroqlar bilan bezatilgan. Bugunni qizimga uylangan kuningdan ham esda qoladigan qilaman, deb basharamga musht tushirdi. Qaynotam baqirib chaqirib xumordan chiqqach Jiyashenga qarata, tez ichkariga kirib tayyorgarligingni ko'r, deb amr qildi. Jiyashen joyidan jilmadi va ota deb nido qildi. Qaynotam yer tepsinib tez bo'l deb baqirdi. Sal nariroqda qarab turganimni ko'rgan Jiyashen ortiga qayrilib ichkariga kirib turdi.